Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Mana yana yangi kanalimga qisqa o'zim haqimda videolarni qo'yib borishni joylashni boshladim. Yana bundan oldingi videolarimda ham aytgandek, o'zim shaxsiy kommunal ma'lumotlarimni o'rganish uchun shu kanalni ochganman. Shu kanalga joylab o'zim uchun va shu nolni aytganimdek fayl papka qilib bir chekkaga qo'yib qo'ysam o'zim uchun kerak bo'ladi. Bu o'zim shaxsiy xonadonimniki, bu meniki, birovniki emas. Ashadek kuni bundan oldingi kecha qilgan videoyimda ham olib kelgan listlarimni, fayl papkalarimni ko'rsatdim. Endi mana shu o'zim xonadonimga bo'lgan tabiiy gaz to'g'risidagi ishlatish qoidalari, tartiblarini o'rganib, mana ijtimoiy tarmoqlardan, rasmiy ma'lumot bor joylardan olib, mana kompyuter variantida haligi listlarni chiqartirib keldim. Qo'lda yozuv emas, bu mana kompyuterniki. Hammasi bir 20 ta 30 ta listga chiqartirib keldim. Bu mana kompyuter variantda to'liq ko'rinadi. Kompyuter variantida shu o'zim bilgani, fayl papka qilgani chiqartirib keldim. Masalan, qaysi holatda qanaqa nima qilish. Endi masalan, to'g'ri qonunlar yangilanganda yangicha qonunlar ham bo'lsa kerak, lekin buni ham hozir ijtimoiy tarmoqlardan olib o'rganyapman. Bular ham eski emas, yangi qonun qoidalar bo'lishi kerak. Chunki hozir foydalanib kelyapman-ku, shuning uchun ham. Masalan, ulardan bittasi masalan xonadonimga gaz tarmog'iga masalan shu hisoblagich o'rnatsa, bu gaz tashkilotini tizimga kiritilishi gaz ta'minotini bo'ynida bo'ladi ekan. Ya'ni kim hisoblagichda masalan o'rnatgandan keyin uni albatta bazaga kirgizish shu hudud gaz ta'minotini vazifasi bo'ladi ekan. Chunki ijtimoiy tarmoqlarda ham kerakli hujjatlarni ochib o'rgandim, o'qidim, kompyuterni o'zim uchun chiqarib oldim. Mana shu joylarni ham o'zimga kerakli bo'lib qoladi deb shaxsiy o'zimni ma'lumotim to'g'ri yo'lda o'zimga kerakli bilib olsam o'zimga foydali bo'lar ekan. Chunki bu hisoblagichni o'rnatgandan keyin o'rnatildi degan dalolatnomalari bor ekan. Uni tuzib bir nusxasini shu xonadon sohibiga, ya'ni meni o'zim shaxsiy xonadonim bo'lsa o'zimga beriladi ekan. Mana shu ma'lumotlarni ham mana oldim. Ulardan tashqari masalan yana shu gaz sohasida ham masalan to'lov qilsangiz, masalan to'lovingiz borib tushmasa joyiga, endi men o'zim shaxsiy masalan xonadonimnikini aytyapman. Men masalan MIB orqali masalan deb mana aytyapman. MIB orqali pul to'lagan bo'lsam, masalan MIB orqali bo'lsa sudda buyrug'i bo'ladi. Shu orqali masalan MIB varaqasi orqali to'lagan bo'lsam, agar bazaga borib tushmagan bo'lsa, bu meni aybim bo'lmaydi ekan. Chunki men shu hujjatlarni ham ko'rib o'rganib chiqdim. Sababkim, agar ba'zi meni hisoblagichim to'g'ri biriktirilgan bo'lsa, pulni avtomatik o'zi shotdan shotga olib oladi ekan. Men o'zim ma'lumot uchun shu narsalarni o'rganib, o'zim uchun shaxsiy, bu o'zimniki shaxsiy ma'lumotlarimni o'rganishim uchun menga juda katta ijtimoiy tarmoq yordam beryapti. Chunki ma'lumotlarni bilib olsam, o'zim uchun mana to'g'ri ekan, mana bu noto'g'ri ekan deb bilib olyapman. Masalan, shu pulni o'tkazganingizdan keyin ham borib tushmasaki, shu tizimdagi masalan siz biriktirilmagan bo'lsa, endi
masalan, meni sizni deyman, meni o'zimni shaxsiy hisoblagichim aytganda, shu hisoblagichim tizimga biriktirilmay qolgan bo'lsa, agarda mana shunaqa holatlar yuz berishi mumkin ekan. Mana shu ularni ham bir o'qib o'rgandim. Ulardan tashqari ham masalan bu yerda juda ham ko'p qonun qoidalari bor ekan. Masalan, o'sha oddiy misol akt tuzish masalan qonun qoidasi ham bor ekan. Buni bir qator o'qib chiqdim. Endi mana shu ijtimoiy tarmoqdagi berilgan manbadan ko'rib o'qidim. Bu ham o'zimga shaxsiy ma'lumot uchun bu o'zimga bilib qo'ygani. Masalan, qanaqadir bir huquqbuzarlik aniqlansa, bir shu qoidabuzarlik, huquqbuzarlik aniqlansa, bunda shu akt bayoni tuzilayotganda guvohlar, rasmiy vakillar, shu vaqti, joyi, fotosuratlari bo'lishi belgilangan punktlari ham bor ekan. Shularni ham o'rganib, o'zim uchun ma'lumot qilib, chiqarib, fayl qilib, papka qilib olib qo'ydim. Men chunki bilib qo'ysam o'zimga ziyon qilmaydi ekan. O'zimni shaxsiy bu qanday deydi, o'zimni shaxsiy tabiiy gazdan foydalanadigan xonadonimni shunga o'rganib, o'zim uchun kompyuterdan chiqartirib, fayl papka qilib olib qo'yapman. Shu tartib qoidalari ham juda ham aniq qilib belgilangan ekan. Buni masalan iste'molchi даже masalan imzolashdan bosh tortganda rasmiy vakillar bo'lishi, buni juda ko'p o'sha, lekin aniq qilib belgilangan tartibi bor ekan. Endi o'qib men sekin-sekin o'rganyapman. Yana ham aniq qilib o'rganganimda masalan yana videolar qilaman. Endi bu o'zimning shaxsiy ma'lumotim uchun, shaxsiy o'zim uchun bu o'rganayotgan narsam. Chunki o'zimga kerak paytda olamanda shuni ochib mana punktim o'nga to'g'ri keladi deb turib, yo to'g'ri kelmaydi deb turib bilgani shu o'rganyapman. Bu o'zimning shaxsiy xonadonimga. Hammaga rahmat oldindan.